Rahmatjonni hamma oldida urasanmi? Bu qilgan ishing uchun men maktabdan haydashim kerak edi. Hali ham otangning hurmati bor. Maktabga shuncha yordam qilgan. Lekin men uni shunday qoldirmayman. Shu qilganingga seni tanlovdan chetlashtirman. Bor ko'zimga ko'rinma. Uy. Ey Shohruh. Ancha bo'ldi-ya ko'rishmaganimizga. Da, ancha bo'ldi. Bashirni yorgandan beri ko'rmadim seni. Sen hali ham o'sha karkar bolasan. Paprofka qilib ko'rmaysanmi? Ehtiyot bo'l, lekin yaxshi urishadi. Jamanchalik Mansur. Yet, Shohruh, sirtga chiqib qoldik. Nima qilamiz endi? Urishmaslik uchun boshqa bahona topolmadik. Rahmatjon, Bonuga sen yordam berding? Agar kuchli bo'lsang, o'zing kuchingga ishon. G'arom bilan baribir hech narsaga erishmaysan. Senga nimadir yoqmaydimi? Bitta sinfda o'qisang, nimaga har doim menga qarshi chiqaverasan? Sababi oddiy. Hamma narsaga o'zing kuching bilan erish. Ko'rasan, shu qilganing uchun yil o'quvchisi o'zim bo'laman. Tushundingmi? Bonuga qancha yordam berganing bilan baribir menga kuching yetmaydi. Kechagi yordam uchun rahmat. Men qarz bo'lishni xohlamayman. Lekin hammasi haqqoniy bo'lishini xohlayman. Haqiqat bor joyda har doim aytganman. Ja, u yuzdan ketmang, hali bellashuvga ancha bor. Yordam berasiz? Nima bo'lganda ham munosib odam yutish kerak. Hali sanlarmi? Meni qizim yutadigan. Bir-biringga yordam berganlaringga hali shunaqa pushaymon qilaman sizlarni. Rahmatjon, eshitdingmi Shohruhni? Yo'q, nima bo'pti Shohruhga? Narigi maktab bolalari urib tashlabdi. Ularga ham kuchni ko'rsatmoqchi bo'libdi-da. Aslida men Shohruhni yil o'quvchisidan chiqib ketishini xohlamagandim. Lekin u g'irrom qildi. Direktor esa chetlatishga majbur bo'ldi. To'xta, nima deganing o'zi? Ertaga yana ishkal bor. Unga faqat sen yordam bera olasan. Shohruh mendan ancha kuchli. O'zingiz aytasizlar, bir sinf zo'r deb. Endi A sinf yordam kerak bo'lib qoldimi? Menga qara. Shohruhga aytib qo'y. O'zini problemasini o'zi hal qilsin. Lekin Shohruh yordam so'rab kelmagan edi. Butun bir sinf yordam so'rayapti. Shohruh qani? Duh etmadi. Kimsani? Mana shu maktabni tapishkasimi? Lo'qlarni g'irt lo'qima. Chort, bor nariroqda o'yna. Bekor chort deyiladi. Mani lo'q deyishadi. Chort bu ruscha so'z-da. Mayli, nima qilamiz? Urishamizmi? Sani qo'lingdan keladi urish. Menga qara. Nima ularga o'zing tapchikaman deding? Ha endi bizani maktabni qayoqdagi tapchikasi bularni urib qo'yibdi degan gap tarqalsin dedim-da. Nima qilsam-kin, onangni nima qilsam? Tinchlikmi? Nima o'qima qos? Keling, mendan dumaloq video so'rayapti. Maktabda отчет bering deyapti. Men maktabda emasman-ku, ko'chadaman-ku. Qanaqa qilib endi chiqib ketaman bu chiqib mendan. Shu ham muammomiz ustoz. Instagramdagi libutdan kelyapsan sen o'zi. Tushganlar?
Mana shishkalsangacha non, tuz, oshni olib kelmaydi. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. O'shaning uchun darsga o'qigan. Lekin ikkita uchtasini Nima meni chaqirmadilar? siz urushasizmi? Yo'q. Ajrataman. Jinni bor darsingga. Anchadan beri sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh. Sevganingiz bormi? Bor edi. Ismi nima edi? Parvina. Hali ham sevasizmi uni? Ellerimden ellerini çek canım soyut beni. Deseler sevgi yoktur göster sübut beni etme şahit. Hali ham sevasizmi uni? Saçların ıslanır, ellerin bana bağlanır. Yo'q. Sanır söylemez, diz çöküp. Eski direktor korrupsiya bilan ishdan ketdi. O'rniga yangi direktor keldi, ya'ni men. Direktor bo'ldim. Direktor. Hozir. Alo? Ha? Hozir chiqaman. Assalomu alaykum. Korrupsiyaga qarshi kurash bo'limidan ismim Sanjar. Siz yangi direktor ekansiz. Endi iloji boricha unaqa ishlar takrorlanmasin. Hammasini nazoratga oling, xo'p? Ha, aytgancha, kecha qo'shni mahallada ishkal bo'libdi. Bitta bolani qo'lini sindirishgan, bittasini oyog'ini mayib qilishgan. Eshitishim bo'yicha o'sha bola sizning maktabingizda o'qir ekan. Ikkita uchtasini. Agarda topishga ko'maklashsangiz, hamkasblarimga ozgina yordam bo'lardi. Yo'q, bizda unaqa bolalar. Uni hammasi namunali, hammasi yaxshi oilalar. Iloji boricha bunaqa narsalarni ham o'zingiz nazoratga olishga harakat qiling. Bittasini qo'li sinib, oyog'i sinib, sizga, bizga ortiqcha ish bo'lishi bu yaxshi emas. O'zingiz nazoratga olasiz hammasini. Bunaqa ishlar takrorlanmasin yana. Sizdan umidimiz katta. Xo'p. Kelib turinglar shunaqa. Xo'p. Ahmadjon, menga qara. Endi senga bitta yaxshi, bitta yomon xabarim bor. Xo'p. Yaxshisi, ana yil o'quvchisi ko'rik-tanlovida g'olib bo'ldik. Rostdan. Yomon nima unda? Yomoni maktabdan ketishingga to'g'ri keladi. Sabab? Sabab juda oddiy. Ana sen Shohrux bilan Bonu, Parvina, Nilufar hammasi bilan musobaqalashlaring katta jangga aylanib ketyapti. O'zlaringni kontrol qila olmayapsizlar. Lekin bu maktabda bunaqa narsaga men yo'l qo'yib qo'ya olaman. Shuning uchun seni ham bu maktabdan ketkazishga to'g'ri keladi, lekin men senga zo'r maktab gaplashib qo'yganman. U yerda ham xuddi shunaqa bizning maktabdagi zo'r bilim berishadi. Ustoz, men o'rganib qolganman. Bu yerda o'rtoqlarim bor, yaqin odamlarim ham bor. Biz ham senga o'rganib qoldik. Lekin menga qara, sen hali yoshsan. Hali bunaqa o'rtoqlardan juda ko'p orttirasan. Kimdir keladi hayotingda, kimdir ketadi hayotingdan. Men bu yoqni gaplashib qo'yganman. Hammasi yaxshi, bilimni zo'r berishadi bu yoqda ham. Xo'pmi? Men seni yur, o'zim olib boraman. Gaplashib tanishtirib qo'yamiz. Kelyapsanmi? Bugundan boshlab mana seni yangi maktabing. Tushundingmi? Men direktor bilan gaplashib qo'yganman. Urush janjal qilib asabimga tegib, bu yerda ham ishkal chiqarib yurmagin yana. Davay, muammo bo'lsa o'zing aytasan, telefon qilib. Xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, davay. Siz shu bilan hal qilasiz, tushundingmi? Xatoda ko'rganman shu bolani. Menga ham cho'ta tanish.